Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya desi de Gazi Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Sizlerge ötkende söz geldi leksiyemizin ahir, yani 11. günü de bugünkü saat 9'dan başlap Singapur'da Amerika Çavuşan söhbeti, yani Prezident Trump ile Kim Jong-un söhbeti başlandı degan tok başlandı da ahirlaştı. Bugün bu jarayon bilan sizlarni xabardor qilamiz, hurmatli vatandaşlarım. Shundan keyin ondan oxirgi bir ikki jumla haliqi biz boshida sizlarga xabar qilgan mamlakat bo'yicha qora mashina shofyorlarining ish tashlashi to'g'risidan bir ishga og'iz so'z qilamiz vatandoshlar sizlarga. Endi bugungi mavzular va bu mavzularda yuqorqi vaziyatning jarayonidan xabar topsizlar, hurmatli vatandoshlar. Mavzu bundaq. Amerika Çavuşan Birleşme Bayanatının to'liq tekshiti. Prezident Trump bilan Kim Jong-un 4 noktada o'rtaq tonish hosil qildi. Mavzular xabar Xalq gazetining, ya'ni Xitoyning Xalq gazetining 6-oyning 12-kuni Xalq gazetining chet el nusxasi e'lon qildi. Va shu kuni Vanvitor betiga choplandi. Xabar mundaq boshlandi. Şu yer vaqti 6-oyning 12-kuni Amerika Çavuşan davlat boshlig'i Singapurda suhbat o'tkazdi. 12-kuni tushdan keyin ayrim suhbatlashish orqali suhbat va xizmat doirasini kengaytirdi. Tushlik tomoqdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Çavuşanning oliy rahbari Kim Jong-un birlashma bayonotga imzo qo'ydi. Birlashma bayonotning to'liq teksti tuvandikicha. Prezident Trump bilan Çavuşan ma'muriyat boshlig'i Kim Jong-un yangi tiplik Çavuşan Amerika munosabati o'rnatdi. Hamda Çavuşan yerim orolida muqim tinchlik punktisi qurish to'g'risida atrofli cho'nqur samimiy fikr almashtirdi. Prezident Trump Çavuşan'ga bexatarlik kapolati berishga va'da berdi. Kim Jong-un Çavuşan yerim orolini butunlay yadrosizlashtirish to'g'risida o'zgarmaydigan va'dasini va maydonini qaytardi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un shunga qat'iy ishondiki, Amerika bilan Çavuşanning yangi tiplik munosabati Çavuşan yerim oroliga va dunyoga tinchlik gullanish olib keladi. Hamda ikki taraf shuni tunib yetdiki, o'zaro ishonch Çavuşan yerim orolini yadrosizlashtirishning ochqichidir. Prezident Trump bilan Kim Jong-un bunda ko'rsatdi. Birinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Çavuşan ikki davlat xalqining tinchlik va gullanish orzulariga asosan yangi tiplik Amerika Çavuşan munosabati tiklashga va'da berdi. Ikkinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Çavuşan hamkorlashib, Çavuşan yerim orolida uzungacha muqim va tinchlik punktisi qurdi. Üçüncü, Çavuşan 2018-yılı 4-oyning 27-kuni imzolagan Ben men degan xitobnomasini qayta sharhlab, Çavuşan yerim orolini butunlay yadrosizlashtirishni tirishib amalga oshirishga va'da berdi. Dördüncü, Amerika ve Çavuşan urush asirlari ve izdiraksiz g'oyib bo'lganlarning jasadini izlab tepish hamda salohiyat aniqlanganlarni darhol qaytarishni ishga oshirishga va'da berdi. Yuqorqi nuqtalar muqimlashtirilgandan keyin ikki taraf tarix o'rinlashtirgan bu bir maydon tunji qatimliq Amerika Çavuşan davlat rahbarlarining yuqori darajaliklar suhbatining bir maydon davr bilgich tarixiy xarakterlik suhbat ekanligini muqimlashtirib, ikki davlat o'rtasida bir necha 10 yil davomlashgan jiddiy va dushmanlik holatni tugatib, yangi kelgusiga yo'zlanish jihatda intayin zo'r ahamiyatga ega.
Prezident Trump bilen Kim Jong-un birleşim bayanatının mazmunlarını etraflık, tezlik bilen amalga aşırışqa vədi bədi. Hem de nəhayət tez vaxt içinde Amerika Qoşmuş Ştatlarının dövlət işlər katibi Mike Pompeo bilen Çavuşanның yuqori dərəcəlik bir nəfər əməldarı texmi ilgirləb söhbət ötküzüb, Amerika Çavuşan yuqori dərəcəliklər söhbətinin nəticələrini yolğa qoydu. Yaki yuqorqa 4 prinsipni bayanatı görüntülenген 4 prinsipni icra qılıdı, yolğa qoydu. Prezident Trump bilen Kim Jong-un birlikte hamkarlaşıp Amerika Çavuşan yeniçe devletler münasebetini terakki kıldırıp Çavuşan yerim arılı ve dünya değiştiği gülünüş ve asayiş yartışka vədi bədi.